Çapsan bulunla, çapsan. Tez bulunla. Bomsa ular bizni öldürüyordu tez. Sizni tutbami? Sizlar nega borasizlar? Ular bu kızın körümüzdeydi efendim. Efendim, bu şu kız şu. Sehrgarlik qilalaydigan qizchaq. Ular musobaqada yengish uchun otni sehrlaydi ekan. Meni aytolmasam monagan. Dushanba soat 3da Kampidon begi maydonida uningga pul tiksanglar bo'ladi, lekin boshqalarga demanglar. Abraham tog' o'nkirda turgan ekan. Lekin hech kishi yo'q. Hammamizning taqdirimiz o'xshash. Safoliq odamlar, mayli boylik yoki oddiylik bo'lsin, hech qaysisiga parvo qilmaydi. Sizning boy yoki nabrat bo'lishingiz butunlay taqdir. Xayrli sahar efendi. Yaxshimisiz, Serbiya efendi? Tezroq burada. Yaxshimisiz efendi? Xayrli sahar Serbiya efendi. Tezroq ha? Teşekkür bor. Fen? Artur ochiqdan o'lay davotudu. 10 yoshlik bola mush ishlarni tushunamdi. Men yakshanba kuni 11 yoshga kiraman. Tushdan soat 2da Kampidondagi ot belgisiga pul tikish boshlandi. Birgi 4 bo'lsin.
Hanımlar, efendiler, kelib, palinglarni sinab yiqinglar. Ko'pdan ko'p rahmat. Bergan ishkini to'laymiz. Tez bo'linglar, tez. Aysatni yiqtirsangiz, shunga do'tsangiz bo'ladi. Bu atda qolsa. Bu atda qolsa, birga to'rtni to'laymiz. Ha. Buni qara. Hammasi monagini tikibdi. Qara, monagini. Nayt yaxshi bo'pti. Ha. Bu yoqqa kel. Ol, sen etgan og'ina. 10 yildan paydang bor. Ba'zilar seni Kalisin ko'tsida sehrgarlik qildirganligini ko'ribdi. Hozir ahvol sil chataq. Boshqalarning etimga do'ti kishiga sabab tepibadi. Anglasan bir jingoliq bilan ko'rishibsan. Kiraydigan ayol uni sehrgar degan. Ular sehrgarlikka bak ishini. Biz jingoliqlarni terishtirib qo'ysak bo'lmaydi. Hisobotda. Jingoliqlarningmi o'ziga tava yeri bor. Biz maslahatlashib bo'ldik, Artur. Men xaridor chaqirishga mas'ul bo'ldim. Navada monagini yig'ilib qasqanda qilmas tam. Sen musobaqani kontrol qila olamsan. Onun ustiga Belli Kimberdan ijozatini olganmiding? Kallan joydimi sening? Senancha biz jingoliqlar bilan Belli Kimberga bir vaqtda taqobil tura olamiz deb qoldingmi? Bellini cho'ngiribsizmi? Buni men bilaman, Artur. Men faqat kallamni ishiltaman. O'zimning amali bor. Şun sen avara bulmasan buldu. Belfast tarafdan uçur geldi. Bir tölem 10 özgürüş, bir tölem 8. Bugünkü saat 8'de cəmətçiğini açımız. Həmala çoxun vaxtını kilinglar. Aldılar mı? Biz avarçılık uçurduk. Bo'ldi, tinchlaninglar. Bo'ldi. Yo'ldoshlar, biz bugun ish tashlash to'g'risida bilet tashlaymiz. Yaxshi! Lekin bilet tashlashdan avval Fransiyada jang qilganlar qo'linglarni ko'taringlar. Sizlar bilan birlikda jang qilib, o'lib ketganlarni ko'rganlar qo'linglarni ko'taringlar. Frandes qanchalik ziyon uçurdi. Sizlar qanchalik qon ter oqqіздinglar. Kim g'alaba qildi? Sizlarmi? Yo'q. Yoki ayolinglarmi? Yo'q. Yo'q! Undaqda kim? Ular naq maydondamiti? Yo'q! Ular uydan sirq chiqmay, kallasi ishlamaydigan bo'lib ketgan. Lekin sizlar hargiz o'xshamaysilar. To'g'ri. Baldiringlarning qo'rsig'ini to'yg'izish uchun, yaxshi kiyim kiygizish uchun jafoliq ishlaysizlar. Ular sizlarni qanday qildi? Tatqan japoyinglarga javob qayturdimi? Ular ishning kunini ko'rganda andin sizlarga javob qayturdigan bo'ladi. Ish tashlamoqchi bo'lganlar, qo'linglarni ko'taringlar. Yaxshi.
Mana bu sizning efendi. Bir stakan piva. Ma'qul. Ko'taraylik ta. Salomat bo'l. Shahzodaning toji ekanda. O'zingga bormay podsho bo'ladi ekansan. Quruq gap. To'g'ri, men bir necha kundan beri bir ishni o'ylab qoldim. Nima ishni? Ishchilar uyushmasidagi tonishimning bir singlisi bor ekan. Birmingham yeni qurol yarog' zavodining telegraf idorasida ishlaydi ekan. U bir necha haftadan nurg'un xat topshiryapti. Winston Cherchillning Londondan yo'llab bergan telegramisi ekan. Sizlarga munosabatlik bo'lonchilik ekan. Ustida butun mamlakatni zilzilaga soladigan bo'lonchilik deb yozilibdi. O telegramda yana bir tizimlikni ko'ribdi. Tizimlikda ikkimizning ismi bor ekan. Qandoq bo'lib? Bu bir tizimlikda kommunist bilan bir qimavozning ismi bo'lib qolgandi. Ustiga ismi yozilgan kishilar balkim namoratlarga soxta umid bermoqchidir. Endi ikkimizning birdan bir farqi, lekin ba'zida aytam andimodi yanqmi qoladi. Men ba'zida sening qilgan askiliklaringni anglasam, seni Fransiyada o'qiyab o'lgan bo'zcho deb qolaman. Menga ishon. Men shundoq bo'lishini umid qilaman. Ulan beni öldürdü da. Sanayman. Ulan beni öldürdü da. Bo'ldi. Danni. Ulan beni öldürdü da. Danni biz qaytib kelib bo'ldik. Biz Angliyada, Fransiyada emas. Sen Zemberekning o'q emas, Danni. Sen degan odam, bildingmi? Sen degan odam, Danni. Eshitma bo'lmaysan. Sen Zemberek o'q emas, Danni. Sen odam. Hechqisi yo'q. Hamma ishlar tugadi. Bo'ldi qil. Tur. O'rningda tur. Hech yo'q. O'zini bisib ol. Ölgür. Keslim yani kozulup kaldı mı nime? Shunda qo'zg'alib qoldi Danni. Endi buni qilmagan birodar. Hech yo'q. Keçirin. Serbi efendim beni keçirin. Uyingga qaytib xotiningga amra bo'l Danni. Endi urush maydonidagi ishlarni o'ylayvermagin. Ma'qulmi? Ma'qul Serbi efendim beni keçirin. Qaytib ketdi. Onunla bir çağrı kullanmışsınız bomba de Serbi efendi. To'g'ri deysan, Ari. Elimi qo'g'dash pulini ko'p topshirsan emasmi? Sen bu yanan qonuniy tam, to'g'rimi? Dannini bir pay o'q bilan o'ltirib etsan qachon? Hayvonni o'ltirgandeklar. Balkim bir kunlarda meni ham o'ltirib etishing mumkin. Hisobot talonni Ustra partiyasiga avatib beringlar. Hisobot qilib beramiz. Bu tapancını ko'rdingmi? Tanıdingmi? Tez o'rnidan tur. O'tdet qilma. Amma, nima ishga meni ursa?
Bugün Finn'in oturuş mashinasini da bu tapancını o'ynayotganligini ko'rib qoldim. Aydaning meydisidan to'sh kechib qo'yg'ili tas qoldi. Yanchig'imdan tushib qolgan Finn'dan so'rasam do'd tikish punktidagi ishkapdan tepib oldim dedi. Uning ustiga ichida o'qmi bor ekan. Bak, masbab ketgan o'xshayman. Sen qachon mas emas eding? Ammo kechirgin. Men kechirgin. Avval bundan keyin bunday ishni qilmaslikka va'da bersang, bu ishni boshqalarga aytmayman. Yalğız 4 balını baxmaqning tasligini bilaman. Lekin menga oson emas, tezman kechikib qolsam. Yaxshi. Sizlarni mo'yin bir ishni jakalash uchun jamoat yig'iniga chaqirtishim. Scott Bot bilan Lavillock tunugin kechda Belfastdan keldi. Bu yerga otni nasllashtirish uchun ot akapti. Tunugin Shankul yo'lidagi bir qavoxonaga borsa, o'ylmagan yerdan bir soqchiga uchrab qopti. Buni tarqitibdi. Agar egizliging yana 5 fut ossa, urush olsang, Birmin xonib kelsang bo'ladi. Ular yangi irlandiyaliklardan nechini alayda xodim qilib bu yerga avatdi ekan. Nima qiladi ekan? Bu shaharni tozalaydi ekan ayda. Bosh taftishgan. O'tgan 4 yilda o Belfast turib Irlandiya Cumhuriyet armiyasini tozalabdi ekan. Sen bu ishlarni qanday bilasan? Bizga setilgan soqchidan so'radim. Ondaqda nima ish qilmag'in demiding? Mana endi da'vataman. U taftishni nima ish qilib bermay ham qayvatdi. Birminhamda ishchilar hozircha ish tashlab yuribdi. Avtomobil shirkatlarimi bor. Hozir gazetning hamma betida namoyish bilan inqilob xabari. Menimcha taftish kommunizm unsurlariga qo'l sag'udak. Ondaqda bu taftish bizga avvarchilik deb bermaydi, to'g'rimi? Irlandiya yo'li tarafda nurg'un irlandiyaliklar taftishdan qochib Belfastdan ketib qolishdi. Lekin biz Irlandiya Cumhuriyet emas. Burun podshoh uchun jon tikib jon qilgan. Biz degan qanaq bo'lmsan Ustra partiyasi kichikin soqchidan qo'rqib qolamdik deyman. Ha? Degina to'g'ri. Agar ular bizni avar qilsa, chanvasekli bo'lmadimi? Artur. Mushunaq bo'lsinmi? Sen ancha javob bo'lacha. Bizning jamoat azaldan to'sqinlik uchrab baxmat seni deydigan gaping bormi tam? Yo'q. Bu yerda ayollarning ishi yo'q. Sizlar urushga ketganda Ustra partiyasini biz ayollar boshqargan. Hozir bir o'zgarish bo'ldimi? Hozir biz qaytib keldik. O'lim kuninglar yetib kelish oldida hammanglar jazolanisizlar. Hech qaysinglar qochib qutulolmaysizlar, do'stlar. Bu shahardagilarning beshiga ofat yog'di. Sizlarning askirlikinglar, jinoyatinglar hamon oshkorlandi. Jinoyatinglarni hargizmi yo'shirib bo'lolmaysizlar. Hech yerga yo'shirib bo'lolmaysizlar. Qonun sizlarni cho'qim jazolaydi. Qechib ketgidek joy topolmay qolasizlar. Bu yoqqa cho'sh. Bu yerda tushib qoling. Yana oldiga bormayman. minutli vaqtim bor. Nima gaping bor? Rostini ayt. Mendan bir ishni yushirayotganligini his qilib qoldim. Gap haqiqatan bek tez taraydi ekan. Birmingham zavodidagi ba'zi ishchilarning ayollari bilan paranglashsam, saqchilar sexqa gap so'ri qilib beribdi. Zavoddagi har qanday ish ko'zingdan qochib qutulgan emas. Gap qila. Tushuntirishingni anglab boqay. Bu asli odatdagi bir ish. Londondagi nechadan motosiklet olmoqchi ekan. Men qo'l ostimdagilarni benzin motorliqdan 4 ni o'g'irlashga buyurgan edim. Ular o kuni mas bo'lib qolgan chig'i. Soatga aroq kasadigan o'rdaxonaga kirib qopdi. Keyin sandiqni xato yutkab qo'yibdi.
Aslida sanduqni plan bo'yicha Chalisetdan qo'rsa qo'ymoqchi edik. Ular sanduqni eksport sexidan emas, balki avrishki sexidan o'g'irlab chiqarib o'xshaydi. Voy, anam. Bu sanduqda 25 dona Lewis pilimotdi, 10 ming qap o'q-to'ra, 50 miltiq, o'qqa chilangan 200 tal tapancha bor ekan. Voy anmay, tam. Aslida Liviyaga avatildi ekan. Oxirida Chalisetdan uyiga olib borildi. Ularni o'rash mashinasi bilan bir taraf qilayotgansan. Namnish qilmasin deb uyga qo'yib qo'ydik. O qurollar texi yangi ekan. Shunlashqa Belfastdan saqchi chaqirib ketdi ekanda. Shundaqdi, yoki emasdi. Tam, qimar shirkati aytsan, sen qaraqchiligin sen döt emas. Sen bu qurollarni ishlatishni biladigan bir odamga berib baqa tugashganing shu. Qurollarni saqchilar topalaydigan yerga tashlab. Saqchilar qurollarning tepilganini ko'rib surishtisini qilib ketmas. Charlie kechtada tashlabsin. Bo'lmaydi. Charlie burundan oy to'lgan kecha harakat qilmaydi. Biz yana 3 kun saqlab boqaylik. Vaqti kelganda qanday qilishni biladigansan. Sana opangdan parasat, dadangdan rasullik miras qopdi. Bu ikki narsa seni tashlab etibdi. Eng yaxshisi opangni do'rg'in. Ben Penny klubuning biletini aldım. Bugün kechda Tom Mix'ning kinosi qo'yildi ekan. Bugun kino ko'gdak holim yo'q edi. Mening bundaq yerda qilg'im yo'q, bek mehnat bo'lib ketdi ekanman. Amsa oylanib kelamdiq. Kelet ko'chasiga berib qolsa qahvaxonaga kirsakmi bo'ladi? Akalaringizning kelet ko'chisida hamma joyda do'stlari bor. Londonga borsak ondan bo'ladi. Siz bu yerdagi ulardan qo'rqmaydigan birdan-bir er bo'g'ashqa kayningizni mingan edim. Men ulardan pek qo'rqaman. Menga bo'lgan muhabbatingiz har qanday qo'rqinchni yengalaydi, shundaqmi? Mening endi o'g'irlikchi yurgim yo'q. Ular ishimizni cho'qim etamiz. Qachon? Oila yig'ini qanday bo'ldi? Burunqidek. Yaqinda bir yangi soqchi kelmoqchi ekan. Ha, angladim. Tamning aytishicha, u soqchilardek odamlarni tutadigan. Shunga sizning kitoblaringizni kuydirib eting. Nutqimni so'zlamam. Bo'lamdi. Siz degan mening his podshohligidagi malikam edi. Men og'zida kommunizmla bir namrat bir nima. Meni suyib qo'yamsiz edi malikam. Men xizmat izlab keldim. Elishib qolmagansiz. Nim bo'ldi? Bu yerning qanday joyligini bilamsiz? Men e'lonni ko'rib kelgan. Odam ep bo'ldik. U texnologin chiqarilgan e'lon tursa. Menga ishning qadrligim. Sizga yordam qilyapman. Sizning yordamingizga muhtoj emasman. Bu yerda ishlasamli bo'ldi. Siz durust ayolkansiz. Nereden bildiniz? Hem bek chiroyli ekansiz. Bu yer keladiganlar sizni ovar qilish mumkin.
Mening tajribam bor. Yana tunishtirish xetim bor. Siz İrlandiyaning nereden keldiniz? Galwaydan. Ha? Burun Berlinda ishlagan. Mening opammi Galwaylik. Yanılı siz chiroyli ekansiz. Qarang. Astoydil anglang. I wish I was in Kerry only for a night in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, my love to find. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. İrlandiyadagi vaqtimda mehmonlarning naqshamni anglash uchun hamma ishlarini to'xtatib qo'yatdi. Texmi ko'p naqsh ayta olishingizni umid qilaman. Bu vaqtlar iyi çaqsiz. Axlatxonaga tashlab etilibdi. 11 yoshlik qizlarni qerla 3000 ni xashlabla oyog'i qila olaydi ekan. Ayvallacha o'z nafsini qondirdi ekan. Tugishibsizlar. Dadisi qizi bilan akisi singlisi bilan birga yetishib yuradi ekan. Ko'chalar divona va o'g'irlar bilan to'lgan. Yo'l yaqinlarida yordorlar döyülünüp, yarı egizlari ses purab ketibdi. Sizlarning xo'jayininglar, sizlar hurmat qiladigan ashu bir nimalar, ya'ni Ustur partiyasi qabi rahimsiz qari guruh yo'ruq ko'zlarni qarg'u qildi. Ortiq so'zlaganlarning tilini kesdi. Lekin sizlar uladimmi razilkansizlar. Oranglarda ba'zilar urushdan keyin izchil uladim pora elib, qilmishlarini ko'masga selavatdi. Sizlar uladimmi razilkansizlar. Ustinglardagi saqch formasiga dog' tekkizdinglar. Endi İrlandiyaliklar va tanarkepchilar, kommunizmchilar ko'paydi. Ular texmo qora niyat, chiriklashishga tayinib hayot kechirib, o'lik kuchishgan qurtga o'xshaydi. Agar bu kichik qurtlarga sal qaraydigan bo'lsak, oxirida bir to'p chivinga aylanib chiriklashgan ideyasini butun mamlakatga tarqitdi. Shunda qilib ular eng cho'ng dushmanimizga uch boshliq maxluqqa aylanadi. Mening vazifam ularning yiltizini quritish. Buni cho'qim amalga oshiraman. Sizlar ishonchimga erishmaguncha hech qaysinglarga ishonmayman. Cho'qim tirishishinglar kerak. Mana bular sizlarning guruhinglarga qaytiladigan yangi odamlar. Hammasi yaxshi kishilar. Yaxshi oiladan kelganlar. Kun o'ltirganda qasam berib, vazifaga o'ltirsin, formasini kiysin, tong yurganda hammasi chorlashga chiqsin.
biz bilan qarshilashganlarni tutib jajisini berdi. Kechron, Serbiya efendi bu tarafga. Gördüңlarmi qizlar? Ustur partiyasini ekanligim bilinib turg'achqa uchratmi turmidi? Yaxshi. Odatdagi odamlar kirishdan burun sizlar meni yalpigash turinglar. Amsi boshlaylik. Shlapangni ilib ol. Limoni, o'lgur, sen kim? Men degan davlat Artur Serbiya. Artur Serbiya Ustur partiyasining cho'ng otamani. Man qara. Ablah. Bu formangmi? Ko'rdim, odamni bek cho'shdi ekan. Uni qural bormi ekan? Yo'q ekan. Paypig'ining ichida bir tal pichoq bor ekan. Belbog'ida bir tal qaltak bor ekan. Serbiya efendi. Bu mening sana o'zimni tunishtirganim bo'lib qolsin. Tushundingmi? Bu dunyoda meni birdan bir qiziqtira oladigan faqat haqiqat. O'g'irlik dilosi to'g'risida qanchalik narsa berasan? Nima o'g'irlik dilosi ekan? Sende yana bir qaytim so'ray. O'g'irlik dilosi to'g'risida qanchalik narsa bilasan? Men qasam qilay. Nimda otqiningni faqat tushunmadim. Nima o'g'irlik dilosi ekan u? Men sana o'xshash hayvon bilan 35 yil aloqa qildim. Sen yolg'on so'zladingmi yo'q? Men ko'zimni yumibmi bilalayman. Ben seni aldırmadım. Yalan sözlümedim davattım ben. Ha, bilaman. Men ko'zlaringdan gumonliq alomatlarni bayqadim. Uning ustiga senda ilgarlikni qomlashtirgudek talant yo'q. Lekin esingda bo'lsin. Mening huquqim sen va iflos jamoatingni yil oxirigacha suvda tunjuqtirib o'ltirishimga tamoman yetidi. Yoki biz o'zaro yordamlashsak bo'ladi. Yana mı şundaq aldırışma? Yo'q, bu balla San Andrus'ga bordi. O mumkin emas. San Andrus'da bir futbol maydoni bor. Ko'k armiya komandasi musobaqa qilishyotdi. U yerda o'tirgani bo'lsa oldi hujumchi. U odam vorta, ishonmasangiz mayli. Mana remarkadan birini bering. Gres, nim buyurtishidan qat'iy nazar hammasi haqsiz. Bir potolkami? Shunday. Aqro marqimi yoki qarsin? Bo'la yurdi. Bo'ldi, birodar. Nim buyurtmoqchi edingiz? Ha, rahmat.
Harry bu haraqni haqsiz bering degan edi. Sen payışım. Agar undaq bo'lmasa, bu joyga kelmaskan kerak edi. Bu siz meni ogohlantirgan kishilarning birisi. Anlap turing. O odam bilan bek yaqinlashib ketmang. Agar men haqsiz bering desam, kim bo'lishidan qat'iy nazar berib paranglashib yurmang. Sizga ko'z tushib qolsa, bu yerdagi hech kimning sizni qutuldirgani kuchi yetmaydi. Ta'liyingizga tam Fransiyadan qaytib kelgandan tortib ayollarga bo'lgan qiziqishni yo'qotdi. Sizga nima kerak, birodar? John uning ko'ziga qani pokiz aytibdi. Qachondan beri buyruq qiladigan bo'lib Men degan sestralik tarbiyalangan. Ko'rgimni keltirmanglar. Bo'lmasa yuzim og'rib ketar ekan. Sen faqat jiddiy qutqizish darsiga qatnashib baqqan. Uning ustiga dars vaqtida kulib uchun qo'g'lab chiqardim. Men burilib qanday qutuldirishni bilatdim. Men dega hechdan bo'lmadim. Aldirma, buni bo'yniga qo'ysam birning bo'lgan bo'lmaganini bilasan. Men ko'rib baqay. Hozirroq qaraq ishgan. Buni mana. O meni Churchill janoblari Birminghamga avatgan deydi. O yana o'g'irlik delosi, davlat manfaatiga munosabatlik. Shunga bu ishga yordam berishimizni umid qilar ekan. Yordam qilmaymiz. Bizning jang maydonidagi ifodamizni u biladi ekan. Sizlar navoda Rasululloh vatanparvar bo'lsanglar, mening quluqim bo'lib, menga yordam qilinglar deydi. Onunga oilamdagilar bilan maslahatlashib javob beray dedim. Neymişki gap qilmaysan? Feniyaliklar va kommunistlar bilan faqatla aloqamiz yo'q. Sana ne bo'ldi? Onunga yaqindan beri zodi nemish bo'ldi? Bilishimcha dorigar allaqachon zahar qaytirish dorisini kompyuterdan akab oldi deydi. I am just a young girl. I have just come over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there waving his handkerchief, as merry as a robin that sings on the tree? Urushdan keyin hech kim naqsha aytishni talab qilib boqmagan edi. Nima uchunligini bilamsan, Ari? Artur saqchining qandoq foyda berganini demadimi? Voy, endi ishni tugatibla, yana shu burunqi gapmi? Tam nima dedi? Hech nim demadi. Uning mijozini siz bilasiz. Shundoq mijozini bilaman. U boshqalar bilan keskin ish qilishni yaxshi ko'rdi. Saqlashni yoqtirmaydi. Tam bizning ishimizni bilsa qanday bir taraf qildig'ini bilasiz. O ish nimaga qaramay bizni izlab keldi. Biz ikkimizning bilib bo'lishni men bilan bilib bo'la oladiganligingizni isbotlash uchun yurayotgandek his qilaman. Hamon bir kuni tam ikkimiz bir yerga kelib qolamiz.
Hey, nima qilyapsan? Ishni tutoq. Qaytib ketgin. Ha? Yo'q, men bo'lmayman. Hey, qaytib ket. Sara. Qaytib ket, o'tma. Hey, qaytib ket, Sara. Yo'q, chiqib tashla. Ha, men qaytib ketib o'tma. Chiqib tashla. Allah, bu ne iş bu ne? Ha? Kötü ketdi o. Vazir janoblari, bu kishi bosh mufattish Kambil bo'ladi. Cherchill janoblari. Meni qabul qilganingiz mening eng cho'ng sharifim. Vaqtimiz behlik qiz. Shilapingiz yomon emasga. Rahmat. Qunduz terisi. Ondaqda bu yerga ko'naladingizmi? Men harbiy to'r qurib, butun shaharga ishga sim o'rlashtirib qo'ydim. Mening ko'zim, quloqim bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda jinoyat gumondoridan so'roq qilish salmoqini oshirdim. Siz Belfastning qandaqligini bilasiz. Bilaman, sizning feniyaliklarga ishingiz og'riryapti. Bu bir chashqan o'vsi janoblari. Sizning qurollarni kim o'g'irlagandi? Feniya a'zosimidi yoki kommunistlarmidi? Agar Irlandiya Jumhuriyat armiyasi qilgan bo'lsa, men cho'qim tep chiqib qurolni qaytarib olaman. Kommunistlar qilgan bo'lsa-mu, o'xshashli qurolni qaytarib kelaman. Odatdagi jinoyatchilar qilgan bo'lsa-mu, men yangi qurollarni qaytarib kelaman. Menga nisbatan jinoyatchilarning hammasi o'xshash. Sizning tanlashimdagi sabab siz qilgan ish nihoyat unumli bo'ladi. Lekin esingizda bo'lsinki, Kambil afandim bu degan Angliya Belfast emas. Jasadni daryoga tashlasa kezki chiqdi. Shuning bilan qurolning havriq kezki chiqdi. Bu qurol olaman deganlarga e'lon berganga o'xshash. Agar ba'zi odamlarni o'ldirib so'rar bo'lsa, cho'nqur kun bitinglar. Iz qoldirmagan asosda. Bir tal o'g'limni qoldirmay deb kelishingizni umid qilaman, afandim. Charlie taqa, paranglashayli. Bularni yo'tkab bo'ldik. Bugun oymi yo'q. Endi gez ko'chisining do'qmishiga apirib, ondan daryoga tashlab etsak, temir yo'l xodimlari tezda tepib oladi. Ko'pchilikning hammasi bu ishga qo'shilganmi? Qarorimni yana o'zgartdim. Qanday o'zgartding? Mening yana bir planim bor. Kerli kiyimini burunqi tamaki pristoniga aytsin. U yerda bir kiyim to'xtatish maydoni bor. Burun u yana tamaki saqlash o'rni qilgan. Kerli u yana biladi. Yeningdan elib ketilgandan keyin ansirmsang bo'ladi. Sen sarangib qolmagansan. Sirtda nima ishlarning bo'layotganligini bilmamsan. Qurollarni tepish uchun maxsus bir qo'shin chiqadi. Deganing to'g'ri. Ular maqsadni oshkorladi. Ularning qurollarni rasola jiddiy ipketkisi bo'lsa, bedel to'lish kerak. Zaman shundaq taqdir qimmatli narsani oldinga akilib berganda uni bekordan-bekor tashlarsang bo'lmaydi. Sen mening tuqqunimda. Sana dadanga o'xshash qarab keldim. Yana avorchilikqa yo'liqib qolsang, saqchilar seni bo'sh qo'yib etmaydi. Anlasam o askar bo'lmay, askarlikdan chekindirish vazifasini o'tagan ekan. Yana bir maydon urush qilmoqchimi ota? Tamaki Pristani Ustar partiyasining buyrug'iga bo'ysun.
O'rinlashib oldingizmi? Shundoq, afandim. Nimalarni bildingiz? U odamlarning turmushi meni bek hayron qoldirdi. Menga foydali bir uchur bormi? Ustur partiyasining atamanini so'roq qildim. O hech nimani bilmaydi ekan. U hayvon. Serbiya jamoatini kontrol qiladiganini Artur emas, balki Tommikin deyman. Boshqalar uni urushda 2 qitim qahramon bo'lgan deydi. Onunğa məftun bo'lib qolmagansiz? Biroq mening xiyolim o'zgargani yo'q. Qimar guruhining shug'ullanadigan yana boshqa kasblar bor. Bu deloni kommunizmlar bir taraf qilishga ojizlik qiladi. Meningcha qurollarni irlandiyaliklar ep ketdi. Kechirmishlaringizning qaror qilishingizga ta'sir ko'rsatishiga hargizmi yo'l qo'ymang. Qaysi kechirmishim? Irlandiyaliklarning dadamni qasdigan ishi mening qaror qilishimga ta'sir ko'rsatmaydi. Har qanday tapanch ko'rsangiz, bu talondagi tartib nomeri bilan selishtirib beqing. Dadangiz men uchratgan eng munavvar soqchi. Uning sizdan intayin faxrlanadiganligini bilaman. Sen öldürüyotgan odam italiyalik-kan. O tarafdagi ikkisi uning qarindoshlari. Agar men bu ishni italiyaliklarning bir taraf qilishiga topshirsam, ular seni qon sirtib o'ldirib. O ablahlar cho'qim shunday qiladi. Shu ularni to'sish uchun jang qilsam-mu, seni ularga hargizmi xor qilmayman. Seni o'zim yo'l sepib qo'yman. Ular guvohi bo'ladi. Ben burallah cam meydanida ölüp olgan tam. Mening kallam allaqachon latqilab ko'milib ketgan. Qanday arzuing bor, ag'ina? O'rnimda Rossiya bilan ballarimga qarab qo'ya olamsan? Sen cho'qim ularni ishga og'in. Qurol zavodi yoki avtomobil shirkati bo'lsin bo'layurdi. Ularni boshliq bo'la oladiganligimga men ishimni cho'qim qila olaysan. Ular oddiy. Faqat oddiy odam bo'lsin. Ularning menga o'xshash keraksiz odam bo'lib qolishini xohlamayman. Bizdagi razillikni yovuz ishlarni qilmasin. Meni hozir deylig'inim. O o'lgir miltiq kallamni qop-quruq qilib qo'ysin. O kemini men uchun tayyorladingmi? Jasadingni shahardan ib ketmas bo'lmaydi odanni. Biroq saqchilar sen bilasan. Meni latqi joyga ko'mib qo'yma bulamdi. Bana be. Tağ üstüge kömüp koyup Rossiyaga etip ekin. Sen yaxshi odam ham bir munavvar askar. Shundaq, serjant.
qahrdan qish kunida. Badan g'albi qildi, munagi qalbi qildi. Ha, shundaq o g'albi qildi. Bu xabarni tarqataydi. Şoňa atny yana bir qitim sehrlayli. Qarsin rayonlik kishilar bu yerda tursin. Bütün xes rayonlik odamlarmi pul tikidi. Bu at yana yengil uqdimi? 3-chi qitimmi? Biz yana shundaq qilaydi. Berman xamdik odamlarni pul tikkizayli. 1000 font sterling pulni o atga tikidi. Vaqti kelganda biz tayyorlik qilib bo'lgandan keyin o at uttirib berdi. O'ylash baq. Hech nima bo'lmagan sandanni. Men texi aslimga kapılamayapman. Ben texi ölmedimmi? Sen o'lgan bo'lsang, yeningda nima ish qilaman? Tamam, bu ishning seni qidiqlab, axloqning asliga kelishni arzu qiladi. Qo'y mingisiga atgan bo'lsa-mu, yanada og'irgandi. Og'irgani to'g'ri. Meni nega ipmading? London. Sana kichikini vaziyat topshirib, rahmatini bildirish fursati berdi. Sen hozir Ustira partiyasining a'zosi. Nasbasqor men tekshirdim, bugun kechda oy chiqmaydi ekan. Sening yana boshqa tanlashlaring bormi? Shundaq. Mening bir to'g'ri tanlashim bor. Take a little walk